Samma hali mani erimni yo'ldan uradigan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim. Siz bilan ichkarida gaplashsak bo'ladimi? Xo'p, mayli. Tashqarida turgan bolachalarni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Ular meni bolalarim. Tashqari turishmasin, chaqiring. Yo'q. Hozir bo'ladigan suhbatimizni eshitishmagani ma'qul. Ikki og'iz gapim bor. Aytaman-u ketaman. Xo'p, marhamat. Izzat akani taniysizmi? Qanaqa Izzat? Hech qanaqa Izzat tanimayman. Yolg'on gapirib nima qilasiz? Mani hammasidan xabarim bor. Siz bilan ko'p marotaba telefonda gaplashganmiz. SMSlashganmiz ham. Erimni tinch qo'yishingizni sizdan yolvorib so'raganman. Lekin to'xtamadingiz. Men bu yerga siz bilan urushish uchun kelganim yo'q. So'ksam ham, yig'lasam ham, janjal qilsam ham foydasi yo'q. Siz yoningizga faqat bir ayol yuragini ko'rsatish uchun keldim. Bilasizmi? Ayol bo'lish qiyin emas. Xohlagan ayol chiroyli bo'lishi mumkin. Xohlagan ayol erkini o'ziga qarata olishi mumkin. Lekin oilani saqlab qolish mana shu eng qiyin. Men Izzat akam bilan kambag'allikni ham ko'rganman. Bir burda nonni ikkiga bo'lib yegan kunlarimiz ham bo'lgan. Hattoki qishda sovuqda ham uxlaganmiz. Kasal bo'lib yotganlarida tepalarida to'y yotguncha o'tirganman. Birga orzular qilganmiz. Birga kurashganmiz. Birga yiqilib, birga turganmiz. Hozir tashqarida turgan bolajonlarni ko'rdingiz? Ha. Ular uchun otasi qahramon. Ular uchun otasi dunyodagi eng mehribon inson. Siz esa uni mendan yaxshiroq bilaman deb o'ylaysizmi? Men Iltimos gapirmang, eshiting. Siz Izzat akamlarni kulganlarni ko'rgansiz. Men bo'lsa yig'laganlarni. Siz ularni yaxshi kunlarida sherik bo'lgansiz. Men bo'lsa og'ir kunlarida yonlarida bo'lganman. Siz ularni bugungi kunlarini bilasiz. Men bo'lsa kechasi bilan qurilgan butun umrlarni bilaman. Erkakni tortib olish mumkin. Lekin uni xotiralarini tortib olib bo'lmaydi. Farzandlarini tortib olib bo'lmaydi. Men siz yomon ayolsiz demoqchi emasman. Balki siz ham baxt izlagandirsiz. Lekin bir narsani biling. Birovni ko'z yoshlari bilan qurilgan baxtga poydevori bo'lmaydi. Men bugun erim uchun kelmadim. nima uchun? Men oilam uchun keldim. Farzandlarim uchun keldim. Eng muhimi o'zim uchun keldim. Chunki men bitta narsani tushundim. Nimani? Erkak ketaman desa, uni zanjir bilan ham bo'ylab ushlab qola olmaysan. Qolaman desa, uni butun dunyo olib keta olmaydi. Men sizdan erimni qaytarib bering deyish uchun kelganim yo'q. Nimaga? Men faqat sizga aytmoqchi bo'ldim. Er bermoq, jon bermoqligini. Lekin haqiqiy ayol avval o'z qadrini o'ylaydi.
Chunki o'z qadrini bilgan ayoli yo'qotishdan erkak o'zi ham qo'rqadi. Men sizni bunchalik kuchlisiz deb o'ylamagandim. Men ham o'zimni bunaqa kuchliman deb o'ylamagandim. Xayr. To'xtang. Meni kechira olasizmi? Men sizni emas, o'zimni qiynab yashashdan charchadim. Shuning uchun sizni kechirdim. Izzat aka. Men hammasini eshitdim. Eng katta boyligimni yo'qotayotganimni bilmagan ekan. Meni kechir. Tilla ayolim bor ekan. Agar kechira olsang, hammasini boshdan boshlaymiz. Hech qachon birovni baxtini olib, o'zingizga baxt quraman deb o'ylamang. Eng katta g'alaba birovni baxtini tortib olish emas, o'zingiznikini asrab qolishdir.